Boyani beri kuzatib o'tiribman. Yosh boladay telefon o'ynagan. Men yosh bolaga o'xshab telefon o'ynayotganim yo'q. Mana bu dastur har qanday savollaringizga javob berar ekan. Ha, qo'ying. Bitta sinab ko'ring bo'lmasa. Bo'lmasa mana bitta savol beringchi. Men kimman deb ko'ring, javobini eshitasiz. Men kimman? Siz Erkaboy Jumayev 1957-yilda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida tavallud topgansiz. Hozirda Toshkent shahri Mirobod tumani Qo'yliq 4-dahasida istiqomat qilasiz. 2 o'g'il va 1 qizning otasisiz. Ha, siz yozib olgan bo'lsangiz kerak, Mana men telefonga qo'limni tekkizmayman. Hozir men buni boplayman. Qarab turing. Hop. Qani tutingchi. Men kimman? Siz Erkaboy Jumayev 1957-yilda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida tavallud topgansiz. Hozirda Toshkent shahri Mirobod tumani Qo'yliq 4-dahasida istiqomat qilasiz. 2 o'g'il va 1 qizning otasisiz. Yana xuddi shu gapni qaytardi. Yozib olganda bu. Bo'pti, unaqada boshqa savol bering. Men hozir nima ish qilmoqchiman? Siz hozir Afrosiyob poyezdida Samarqand shahriga yo'l olmoqchisiz. U yerda sizni Oysuluv degan beva ayol kutmoqda. Siz anchadan beri u bilan bordi-keldi qilasiz. Gap bu yoqda ekanda. Turshakka boraman Samarqandga deysiz. Ha, to'g'ri-da. Turshakka ketyapman. 60dan keyin hamma turshakka aylanadi. O'zingiz ham yigitda emassiz. Kapchonka balig'ini o'zisiz-ku. O'zingiz. Achigan xamirga o'xshab toshib yotibsiz. Yana sirlaringizni ochaymi, ha? Hozir yana bitta savol berayin. Topolmaydi. Ko'rasiz. Marhamat. Oho! Zo'r savol javob bo'ldi. Yana nima bilasan? Yana shuni bilamanki, siz bu yerda ahmoqona savol javoblar bilan shug'ullanayotgan paytingizda poyezdingiz allaqachon jo'nab ketdi. Siz aytasiz. Sizni deb poyezdim ketib qoldi. Ha, men tinchgina o'tirdim. O'zingiz keldingiz-ku mening oldimga. Agar shu telefoningiz bo'lmaganda, men Samarqandga ketgan bo'lardim. Biletga qo'ymagandim. Qancha pul keldingizmi? O'zingiz keldingizmi? Qancha pul kelding? Inshallah qilib. O'tiring ana yerda. Kap katta odam. Jiming, o'tiringlar. O'tiring bundoq, kap katta odam. Uyat emasmi mahallani o'rtasida? Sochingizni qarang oqarganini. Nima gap o'zi? Men mana unda poyezddan qolib ketdim. Qanaqa poyezddan? Afrosiyobdan. Ha, Samarqand ketayotganmidingiz? Ha? Ha, bo'ldi, buni muammosi yo'q, Shunga urush janjalmi? Bo'ldi, men qarang. Bugun men Samarqand ketyapman. Ha? Xohlasangiz olib ketaman sizni. Tep-tekinga, mashinada maza qilib, suhbatlashib olib kelamiz. Ana, muammo ham hal bo'ldi. Mana siz ziyoli insonsiz. Xo'sh. Mana shu dasturga fikringizni ayting. Ha, bu ilovagami? Ha. Endi ilovani unaqa bilmadim-ku, lekin bunaqa internet ilovalardan ko'ra baribir kitob o'qigan yaxshi. Kitob o'rnini bosa olmaydi. Lekin kitobda yo'q ma'lumotlar bu yoqda bor ekanda. Masalan, Erkaboy akani turshagi. Yana boshladingizmi? Shoshmay qani, nima ekan u? Xo'p. O'zlaridan so'rang, aytadilar qanaqa turshakligini. Nima u? Erkaboy aka turshak. Endi yoshlikda bir xato bo'lganda Samarqandga borardim tijoratchi bilan. Bir beva bilan tanishib qolgandim. Xo'p. Nima qilibdi? Siz ham bevasiz, u ham beva. Olib keling. Nikohingizga olib yashang, to'g'rimi? To'g'ri-ku. Samarqandga kimning yoniga boraman? Yo'q, qoyili.
Savdo uchun bormayapsizmi? Hey erkavoyga. Mayli. Urush janjal qilmay, jimgina, chiroyligina o'tiringlar, xo'pmi? Erkavoy aka, men idoraga boray. Soat 2larda telefon qilaman, tayyor bo'lib turing, xo'p? Olib ketaman. Men idorada bo'laman. Xo'p. Bo'pti, urushmasdan jimgina o'tiringlar. Mayli, rahmat. Menga qarang, rais. Meni o'g'lim hech nima qilmasa ham 15 sutkaga qamab qo'yishibdi. Axir bu adolatdan emas. Meni o'g'lim hech kimga ozor beradigan bola emas. Oyijon, o'g'lingiz meni har kun uradilar-ku. Voy kelin, uyalmaysizmi tuhmat qilishga? Meni o'g'lim umuman pashshaga ham ozor bermaydi. Nimaga ekan oyijon? Mushugimni har kuni o'g'lingiz dumidan ushlab aylantiradi-ku. Mushugim bechora yig'laydi rosti. Qarang bu kelinni. Betga choparda o'zi o'g'limning tarbiyasini mana shu kelin buzdi. Oyijon, voy meni aybim nima? Aybim nima emish? E'tiboringiz uchun o'g'limning tarbiyasi yaxshi edi. Namunali xulqi uchun qamoqdan muddatdan oldin ozod qilishgan. Xo'p. Men qarang, nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Nimaga bo'lardi? Tuhmat qilishdi-da. Nima deb tuhmat qilishgan? Nima emish? Mashinani oynasini sindirdimish. Menga qarang. Mashina odamdan azizmi? Qanaqa mashina ekan o'zi? Qanaqadir elektromobilmi? Axir ataylab qilmagan-ku. Ikkita bola to'p o'ynayotgan ekan. O'g'lim, "Ke, men ham tepay" degan ekan. Haligi bolani darvozaga turg'izibdi-da, bitta tepibdi. Orqasida mashina bor ekan, mashinani oynasiga tegib, mashinani oynasi sinibdi. Endi kim aybdor? O'g'limmi? O'g'lim emas. Aslida o'sha bola aybdor. Ushab qololmagan to'pni. U bola kim ekan u? Qo'shnimiz 3-sinfda o'qiydi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday qilib endi 25 yoshli bola tepgan koptokni 3-sinf bolasi qaytara oladi? Endi mashina odamdan aziz emas-u. Endi menga qarang. Ba'zida mashina odamdan aziz bo'ladi. Mana misol deylik. Siz o'g'lingiz bilan bitta yangi elektromobilni mashina bozoriga olib chiqsak-da, ikkalasini ham oldiga sotiladi deb yozib qo'ysak, qaysi biriga xaridor keladi? O'zingiz aytingchi. Endi mashinaga keladi-da. Ana, ko'rdingizmi singlim? To'g'ri. Farzand bebaho ne'mat, lekin uni tarbiyalash kerak. Farzand degani ota-onasiga, jamiyatga foydasi tegadigan bo'lishi kerak. Nima? Bu gapingiz bilan meni bolamni tarbiyasi demoqchimisiz? Menga qarang. Ustingizdan arz qilaman. Men dadam bilasizmi kimligini? Bilmayman. Bilmasangiz bilib qo'ying. Men dadam katta odam. Hozirda dam olishda. Kesin siz bilan hali boshqacha gaplashadi. Bilaman. Qayerda dam olishda ekanligini juda yaxshi bilaman. 5 yillik putyovka bilan ketgan-a? Tuhmat qilmang, e'tiboringiz uchun. Men tarbiyali oilada dunyoga kelganman. Bizning oilamiz eng namunali oila bo'lgan. Ota-onam bir-biriga sadoqatli, mehribon bo'lishgan. Bo'pti, xo'p, kelishdik. Qarang, bo'lmasa bitta narsa qilamiz. Mana yangi bir programma chiqqan. Mana shunga aytib oling-chi, meni dadam kim deng? Xo'sh, menga javob ber. Dadam kim? Sizni dadangiz Qo'ziyev Qo'chqor hozirgi kunda Dubayda Zubayda bilan biznes qilmoqda. Adashdi. Meni dadam Qilichbek Xanjarov 4 yildan beri Navoiyda. To'g'ri. Qilichbek Xanjarov Navoiy shahrida o'z jazosini o'tamoqda. Lekin sizning otangiz Qo'ziyev Qo'chqorbek Dubayda Zubayda bilan biznes qilmoqda. Voy tavba. Men qayerga kelin bo'lib tushdim o'zi? Menga qarang qizim.
Meni kechiring. O'g'limning tarafini olib xato qilgan ekanman. Aslida hamma ayb o'zimda ekan. O'g'lim chiqsin, umuman sizni xafa qildirib qo'ymayman. Men ahmoq bilmabman. 15 sutkadan chiqsin. O'zim boshqacha gaplashaman o'g'lim bilan. Meni kechiring qizim. Kechirib qo'ying. Joyini oshini moy dog'lama, yaxshi olma. No'xati ham yaxshi pishmaydi. Qattiq no'xat. Hay. Yana nimani tortishyapsizlar? Assalomu alaykum. Yana nimani tortishyapsizlar? Siz shaharda eng ko'p joylarda yurasiz. Oshni eng zo'r joyi qayerda ayting? Obbo. Qachon qarama, yo osh muammosi, yo somsa, yo mastava. Boshqa mavzu yo'qmi bu dunyoda, a? Ey, bir ma'naviyat, madaniyat, san'at haqida ham gaplashinglar. Men qarang, oxirgi marta qachon teatrga borgansiz? Men bormaganman, lekin televizorda ko'rib turaman. Bormagan ekansiz. Sizchi? Qaysi teatrga borgansiz? Alisher Navoiy teatriga borgan. Ofarin. Opera ko'rganmisiz? Baletmi? Yonida somsaxona bor ekan. Mazza qilib somsa yeganman. Yaxshi ham shu somsaxona bor ekan, ha? Bo'lmasa teatr yonidan ham o'tmaysizlar, Men qaranglar. Bir teatrga boringlar. Dunyo asarlarini bir ko'ringlar. Mana masalan opera, balet ko'ringlar. Mana teatrga borganlarga men mahalla nomidan alohida bir rag'batlantirish tashkil etaman. Qachon borsak bo'ladi? Qachon? Bugun bormi? Bor. Bo'ldi, bugun borganimiz bo'lsin. Boramizmi? Bo'ldi, boramiz. Bo'ldi. Bugun borasizlarmi? Boramiz. Bo'ldi. Borib kelgandan keyin menga aytasizlar, men alohida rag'batlantirish qilib beraman. Xo'pmi? Bo'ldi. Bor bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xo'p. Assalomu alaykum bo'lgan. Va alaykum assalom. Qizim, endi katta qiz bo'lding. Yaqinda maktabni bitirasan. Seni men oliy ma'lumotli bo'lishingni xohlayman. Institutlarga kirishingni xohlayman. Seni qara. Nuqul o'sha telefonga tikilgan. Undan ko'ra kitob o'qisang bo'lmaydimi, bolam? Dadajon, hamma ma'lumotlar shu yerda-ku. Hamma savollarga javob beradigan ilova bor. Masalan, 200 varaqli kitob 2 kilogramm. Bu yerda esa yuzlab romanlar 200 grammlik telefonga joylashadi. Dada, bu yerda hamma savolga javob bor. Xo'p. Buning hamma narsani biladimi? Xo'p. Ha, biladi. Bo'pti. Bitta savol beraman. Buning qo'chqor haqida ma'lumot bersin-chi? Qani? Qo'chqor bu qo'yning erkagi bo'lib, u go'sht, teri, jun beradi. Qizim, men Temir xotindagi qo'chqor haqida so'rayapman. U obrazni sen bilishing kerak. Uni Sharob Boshbekov yozgan. U qanaqasiga go'sht beradi? Qanaqasiga? Umuman ishonma shunga. Dada, unaqa chalg'itadigan savol bermang-da. Sen aktrisa bo'lmoqchimisan? Imtihonda mana shunaqa chalg'itadigan savollar beradi, qizim. Bo'pti. O'zing beraqa. Qani? Bir ko'raylikchi. Masalan, menga dadam qachon 17 Pro Max olib beradi? Buning borku meni ichimdagini, meni hayolimdagini qayerdan biladi? Olib beraman, qizim. Mana misol uchun tug'ilgan kuningda olib beraman. Qani? Buning nima debdi? Ko'raylikchi. Hammasi yolg'on. Tug'ilgan kuningdan bir kun avval pullarni kreditga yechib olibdi deb bahona qiladi. Voy, dadajon, siz yolg'onchi ekansiz-ku? Qizim, men yolg'onchi emasman, qizim. Mana keldi. Xo'sh. Yolg'onchi emas, bu faqat hozir hamma otalar shunday farzandlarini xursand qilaman deb harakat qiladi, lekin kreditlari ko'pligi uchun imkonlari yo'q. Qizim, sen sun'iy intellektga emas, o'z otangga ishon, qizim. O'z otangga. Axir men otangman. Menga qara. Demak, buning rostgo'yu biz yolg'onchi bo'lib qoldikmi? Men o'shani yolg'onchi ekanligini isbotlab bersam, keyin aytganimni qilasanmi, qizim? Nima qilishim kerak? Kitob o'qiysan. Men bilan teatrga, muzeylarga borasan. Kelishdikmi?
Bo'pti, roziman. Isbotlangchi. Ko'zingni yumib tur. Nimaga? Ko'zingni yum, qizim. Ko'zingni och. Voy, dada mengami? Voy. Qachon oldingiz? Qizim, men senga aytdim-ku. Men senga olib beraman dedim-ku, qizim. Otalar hech qachon qizini aldamaydi. Xo'p, usta. Mana shu temirlarni-chi tagidan chiroyli qilib olish kerak. Bu juda xavfli holatda turibdi-da. Bu yerda bolalar o'ynaydi, bolalar maydonchasi. Shuni tekislab qo'yasizmi? Bo'ldi, olib tashlaymiz. Olish muammo emas. Bo'ldi. Bo'lmasam, men nima qilay? Yoningizda bo'lib turaymi yo ishxonaga borib turaversam bo'ladimi? Siz bo'lmasa ishxonangizga boravering aka. Xo'p. Hammasini tugatib yoningizga o'taman. Xo'p. Bizga boshqa biror xizmat yo'qmi? Iloji bo'lsa, mana shu ko'zoynakni xonangizga ehtiyot qilib olib qo'ying aka. Bu ko'zoynakni ish jarayonida taqmaysizmi? Yo'q, ish qilayotgan paytim temir sachrab sinib qolishi mumkin-da. 200 mingga olganman. Shunaqami? Ha. Bu ko'zchi ko'z. Ko'zni qanchaga olgansiz? Ko'z hammada bor-ku, bu chet eldan kelganda aka. Ha. Qo'y. Bo'ldi. Buni seyfga saqlasam bo'ladimi? Aka ehtiyot qilsangiz bo'ldi, bizga farqi yo'q. Bo'ldi, men ko'zoynakka ehtiyot qilaman. Siz ishni chiroyli qilib bersangiz bo'ldi. Mayli, charchamang. Xo'p. Ketma qizim, biletlarni oldim. Bobom ham borar ekanlar. Bobomni kutmaymizmi? Qizim, ular opera va balet teatriga boradi. Rais menga drama teatriga, ularga opera va balet teatriga bilet beribdi. Mana biletlarni oldim qizim. Yur. Qancha davom etadi o'zi? 1,5 soat, 2 soatgacha boradi. Shundoq do'kondan narsa olsam bo'ladimi? Ikkinchi podyezdda turadi. Seni ham muammong tugamas ekanda. Bo'pti, aloqa. Men kutib turaman. Rahmat usta, qo'lingiz dard ko'rmasin, baraka toping. Yigitlar aytishdi, juda chiroyli qilibsiz. Rahmat. Rozimisiz haqqingizga? Roziman aka, yana xizmatlar bo'lsa aytaverasiz. Baraka toping. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Labay, nima so'ramoqsiz? Ertaga keliningizni tug'ilgan kuni edi. Shunga nima sovg'a qilsam ekan? Bilmasam endi kelinga nima sovg'a qilsangiz, u o'zi nimani yaxshi ko'radi, nimani yoqtiradi yoki nimaga ehtiyoji bor? Hamma narsasi bor, hamma narsa yetarli, lekin juda romantikda u. Ha. Agar romantikani yaxshi ko'radigan bo'lsa, unday ayollarga she'r sovg'a qilish kerak. She'r? Ha? She'r sovg'a qilsam xursand bo'ladimikan? She'r sovg'a qilasiz-u, xursand bo'lmaydimi? Ayol romantik bo'ladi-yu, she'rni yoqtirmaydimi? Albatta xursand bo'ladi. Bo'ldi aka, unda shunday qilaman. Xo'p, sog' bo'ling-da, rahmat. Sog' bo'ling. Shuncha yo'qolib ketding. Nima uchun qizim? Mana dadajon. Qarang, quloqqa taqadigan olib chiqdim. Menga qara qizim. Buning hali tarjima qilib beradiganmi? U yerda hamma spektakl o'zbekcha ketadi. Kerak emas buning. Yo'q dada, bu tarjima qilmaydi. Ha? Dada, 1,5 soat zerikib o'tiramanmi? Shuni qulog'imga taqib olib, telefon ko'rib o'tiraman-da. Hech kimga xalaqit bermayman. Ana ko'rdingizmi? Ha.
rais aytgan Navoiy teatri mana shu bo'ladi. Ha, kelganman, ko'rganman. Nima qildik? Balet ko'ramizmi yo opera eshitamizmi? Endi kelishga keldik. Bitta ish qilamiz-da. Unda bir ish qilamiz. Nima ish qilamiz? Mana shu yonboshida bir yaxshigina alomonxona bor. Shundan yeb keyin ketamiz. Ha, endi siz nima desiz shu-da. Assalomu alaykum rais bova. Yaxshimisiz? Xotiningizga she'r sovg'a qiling degandingiz. She'rda chiqib bir ko'rasizmi? Tashqariga chiqa qoling.